Xullas, mana shu joystick ekan eskicha выпускdan bilsanglar. Bak, mana bu yerda bo'ladi, akkumulyator mana bu sidenan tagida bo'ladi. Mayli. Davom etamiz. Balon aylanmay qolgan sababi supertan deb o'yladim. Superta yechsam, supertan bo'lib chiqmadi. Korobka deb o'yladim. Umuman aylanmayapti. Akasi mana bu displeyning ichida, anchadan beri mana bu mana shu tarzda qotib qolgan bo'lgan. Mana ichida prujinkasi sinib, ichida qolgan xullas. Displeyni ochiq holatda qolib ketgan. Ayb shu yerda bo'ldi. Mana. Men bilan ham qildirib olibdi. Unga bitta yaxshi variator taqamiz. Displeyni ham zapchaslarini mana bunaqa kalotka xullas. Mana bu eskisi. Unja tugab qolgan bo'lgan. Variatorga esa bunaqa variator. Firmasini aytib kommentariyada. Shu. Mana bu displeyni. Mashinaga qo'yamiz.